Tashmiy post atrofidan nejiloy pomeshchение o'zini uyi bilan olaman degan akalar sizlarga to'liq video davomida hamma qulayliklari bilan ko'rsatib beramiz. Nejiloy pomeshcheniyamiz 400 kvadrat metrdan iborat, 2 etajli 3 o'rinli. Nejiloy pomeshcheniyamizni sizlarga podval qismidan to'liq video davomida ko'rsatib beraman. Uyimizning jiloy qismimizda 2 etajga hamma qulayliklari bilan 4 ta xona, 2 ta xona korobka holatida. Endi sizlarga tashqari qismidan nejiloy pomeshcheniyamizni bitta ko'rsatib o'taman. Kirganimizda 10 tagacha mashina bemalol sig'adi. Bu yoq tarafimizda oshxonamiz joylashgan bo'ladi. Bu yoqda somsaxona, novvoyxona sifatida foydalansanglar bo'ladi. Bu yoq tarafimizda ikkinchi etajimizning bilyard uchun mo'ljallanib qo'yilgan. Endi sizlarga podval qismini bitta ko'rsatib o'taman akalar. Podval qismidan sizlarga ko'rsatib beradigan bo'lsam, bu yoqda ovqat qilish uchun, ish uchun hamma qulayliklarni qo'yishgan. Bu yoq tarafimizda xolodilnigimiz joylashgan bo'ladi. Katta qo'yilgan, oziq-ovqat saqlagani. Bu tarafimizda o'zini xonalari bor, hamma qulayliklari bor. Endi sizlarga birinchi etajimizdan to'liq ko'rsatib o'taman. Birinchi etajimizdan sizlarga to'liq video davomida ko'rsatib beradigan bo'lsam, bu yoqda klientlarimiz uchun joyimizni qilib qo'yishgan. 30 ta 50 tagacha klientlar bemalol sig'adi. Hamma qulayliklari bor. Bu yoq tarafimizda okalar o'zingizlar novvoyxona bilan somsaxonani ko'rib o'tishinglar mumkin. Gaz, suv, svet umuman muammosiz. Endi sizlarga ikkinchi etajimizni bilyardxona uchun mo'ljallangan xonamizni to'liq video davomida ko'rsatib beraman. Ikkinchi etajimizni sizlarga ko'rsatib beradigan bo'lsam, hamma qulayliklar qilib qo'yilgan, otopleniylarni o'tkazib qo'yilgan. 180 kvadrat metrlik joyimizni bilyard uchun mo'ljallangan. Qani sizlarga ichkari qismidan tushuntirib beradigan bo'lsam, kirib kelishda 3 ta mashina bemalol sig'adi. Bu yoq tarafimizda zeleniy zona, bu yoqni basseyn uchun mo'ljallab qo'yishgan. Xonadonimizda 2 etajga hamma qulayliklari bor. Bu yoqda tapchanni zonamizni o'zingizlar ko'rib baho berib qo'yishingiz mumkin. Bu yoq tarafimizda oshxonamiz o'rtancha remont holatda, hamma qulayliklari bilan. Yonginasi spalnimizni ko'rib o'zingizlar bitta baho berib qo'yinglar. Ikkinchi etajimizga chiqqanimizda bittasi detskiyimizni ko'rib o'zini sanuzel qismi bilan birga zalimizga o'zingizlar bitta baho berib qo'ymasanglar bo'lmaydi akalar. Katta qilib qo'yilgan, hamma qulayliklari bor. Gaz, suv, svet umuman muammosiz. Shu ko'rib o'tgan xonadonimizni sizlarga 195 ming dollar deb qo'yganmiz. Pastdagilar nomerini qoldiramiz. O'zingizlar bog'lanib batafsil ma'lumot olsanglar bo'ladi.